savolga javob bering, bo'ldi. Sizni hech kim bezovta. Oling, mikrofoningizni. Savol bor muxlislardan deyapman. Oling dedim sizga. Siz qanaqa? Siz yo'lda ketayotgan odamni ham shunaqa qilib. Assalomu alaykum. Bizni Instagramda ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan aziz obunachilar. O'sha Instagram reelslarini ko'rayotganingizda timma yoningizdan chiqib qolayotgan, oldingizdan chiqib qolayotgan, bezor qilayotgan opani topdik biz hozir. Hozir opani savolga tutamiz. Kuzatishda davom etingizlar. Assalomu alaykum opa. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bayramlar bilan yaqinroq keling kamerachi. Opa, bizni obunachilarimizdan sizga savollar bor edi. Bir ikki uchta savollarimiz bor edi. Hozir mahallangizga keldik, tasodifan ko'rib qoldik sizni. Yaxshi bo'ldi ko'rib qolganimiz. O'sha obunachilarimiz yozibdi, Instagramda reels ko'rsak timma opani videolari chiqib bezor qilyapti. Nima edi? Nima deb yozgan? Bezor qilyapti emas. Mana qilyapti, kayfiyat ko'taryapti. Xullas kalom shunaqa yaxshi ma'nodagi gaplar yozibdi. O'shalarga hozir bizga 3 ta savol jo'natishgan ekan muxlislarimizdan, obunachilarimizdan. Savollarni beramiz sizga. Agar uchala savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, bayramga bir ozgina atagan sovg'amiz bor. Ariston degan kompaniyamizdan xudo xohlasa sovg'amizni ham berib ketamiz. To'xtab turing, siz haligi Ariston tuzatadigan ustamisiz? Instagramda chiqyapsiz-ku. Shunday opa, tanidingiz. Tanidim, endi tanidim sizni. Shahar bo'ylab Ariston xizmatida yuribmiz. Hozir ham mana shu yerga Zangotaga Ariston bo'yicha xizmat bilan keldik. Sizni ko'rib qoldik, men aytdim to'xtang, opa bilan bir to'rtta savol javob ketaylik deb to'xtadi. Opa, birinchi savolimiz sizga beriladigan savol, 50 mingtaga yaqin obunachingiz bo'pti. Salkam yulduzlik darajasiga yetib qolibsiz. Bunday mashhur bo'lish uchun nimalar qildingiz? Oktagon jang ber deb baqirdingizmi? Yoki muxlislar yozgan mana, yoki bo'lmasa Farg'onadan piyoda Toshkentga yo'lga chiqdingizmi bayroqni ko'tarib deb yozishibdi-da. Qana. O'sha savolga qaranglar. Yo'q, yozganda endi albatta bunga nima deb javob bering? Muxlislar obunachilar bir savol berasizlar, odam opani oldida uyaltirib qo'yapsiz. Nima deb javob bera olmayman? Oktagon jang ber demaydi-ku sizlarga. Jim turinglar. Mana shu muxlislarni mehr muhabbat bilan, chiroyli foydali videolar bilan videolarim bilan obunachilarni ko'paytiryapman. Ikkinchi savolimiz, uzoq yashash uchun opa nima qilish kerak? Sizni foydali videolaringizni ko'rib boramiz. Albatta juda ham ko'pdan ko'p foydali videolar chiqarasiz, bizga foydasi tegyapti debdi. Shunaqa foydali videolaringiz ko'p rostdan. Men ko'rmagan ekanman hech foydali videolar. Raqsga tushib o'ynagan videolaringiz. Kirmaganmisiz hech ham? Yo'q, kirganman. Yo'q, paputi chiqib qolgan, o'tkazib o'tib ketganman. O'ynagan videolaringizni ko'rgan ekan, foydali videolaringizni ko'rmagan ekanman. Opa, uzoq yashash uchun, yo'q, sizdek uzoq umr ko'rish uchun nimalarga amal qilish kerak deb yozibdi. Mendek uzoq umr ko'rish uchun faqat kulib yashash kerak. To'ppa-to'g'ri. Birovni ustidan emas. Birovni ustidan emas. Xursandchilik bilan. Xursandchilik bilan bu hayotda xursand bo'lib zavqlanib yashash kerak. To'ppa-to'g'ri aytadi. Sog'lom bo'lish uchun ham. Sog'lom bo'lish uchun kasal bo'lmaslik kerak deb qo'ying. Bo'ldi, eng zo'r masala. Kasal bo'lmaslik kerak. Uzoq umr ko'rish uchun kulib yashash kerak. To'ppa-to'g'ri. Sog'lom bo'lish uchun kasal bo'lmaslik kerak, kasal bo'lmaslik uchun sog'lom bo'lmaslik kerak. Qarashlar. Yo'q, shuna. Qarang, 3-savolimiz, Jan Klip Kusta nechinchi yilda vafot etgan debdilar. Shu savol, voy, shu ham savol bo'ldi-yu, bir qo'yinglar. Bayramda sovg'a bermayman deb qo'yib, unaqa deb qo'ying. Qarang opa, keling, muxlislarga salomlaringiz bordir, obunachilaringizga salomlaringizni bo'lsa yo'llang. Bu albatta azizlar bir bayram hazil edi opa bilan. Opa bayram hazil edi deb. Assalomu alaykum hurmatli men obunachilarim, men kuzatuvchilarim, yaxshimisizlar? Kuninglar yaxshi o'tyaptimi? Albatta bu bayram hazil edi. Men shu fursatdan foydalanib, barcha O'zbekistonimizdagi onaxonlarimizga, ayollarimizga, opa-singillarimizga hammalaringizni ertaganing 8-mart bayramlaringiz bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin, oilalaringiz baxtiga sog' bo'linglar ayollar. Rahmat rais, so'z berganingiz uchun deb qo'ying. Rais bo'l, rahmat sizga ham endi so'z berganingiz uchun. Shu fursatdan foydalanib opani hamma gaplariga qo'shilaman. Aziz onaxonlar, ayollarimiz, baxtimizga doim sog' bo'linglar. 8-mart bugun. Sovg'a olish shart bugun. Qizlarga sovg'a berguncha avval burningda art bugun. Pul ishlash kerak. Pulni ishlang, mehnat qiling. Onaxonlarga sovg'ani olib berib, nafaqat 8-marta, balki har kuni, yilda har kunida sovg'a bersak arziydi ayollarimizga. Albatta. To'g'rimi opajon? Juda ham to'g'ri. Salomat bo'lasizlar. Opa, sizni obunachilaringiz bilan bizning obunachilarni oktagonga tushiramiz hozir. Opani obunachilari bittadan kommentariy qoldirib ketasizlar, bizning obunachilar bittadan like bosib ketasizlar. Har bitta obunachilarim bo'sh kelmanglar. Iltimos sizlardan meni qo'llab-quvvatlanglar, podishka qilinglar, qolib ketmaylik. Ana opani obunachilari podishkada zo'rmikan yo bizning obunachilar aktivmikan ko'ramiz. Qaysi belgi bilan menikilar? Sizda kommentariy qoldiradi. Opa olg'a deb kommentariy qoldirib ketadi. Menga kommentariyani unutmanglar, iltimos sizlardan. Bizning obunachilar bittadan like bosib ketsalaring bo'ldi. Bizniki unchalik ko'p, bizniki faqat shu aristonchilar. Kimniki va ariston to'g'rilagan bo'lsa, o'shalar like bosadi. Zoir xo'ja aka, Zafar xo'ja aka, Sher oshina, xullas kalom shunaqa tanigan, tanimagan hammalaringiz like kutib qolamiz. Salomat bo'lasizlar. Salomat bo'ling opa, rahmat sizga.